Assalomu alaykum. Bizda yangi devor mebellarimizni boshlayapmiz. Chustda biz olmosda. Xo'p, ikkita chekka arzon variantda shkaf, o'rta tyurmo, bu taraf servant bo'ladi. Yana bitta xonamiz bor. Ikkinchi xonamiz ikkita chekka taxmon bo'ladi. O'rta polka bo'ladi. Bu ham arzon variantida. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Birinchi xonamizni korpusi tayyor bo'ldi. Bu tarafimiz servant bo'ladi, o'rta tyurmo, ikkita chekka shkaf, arzon variantda bo'ladi, ikkita chekkasi, qolgani qimmat variant. Ikkinchi xonamizni korpusi tayyor bo'ldi, ikkita chekka taxmon, o'rtasi polkali bo'lyapti buni. Yo'limiz tayyor bo'ldi. Xo'p, birinchi xonamiz bu yerda ikkita taxmon, o'rtasi polka bo'ldi. Bu xona 100% arzon variantida. Keyingi xonamiz bitta servant, o'rta tyurmo, ikkita chekka shkaf bo'ldi. Kelin-kuyov xonasi. Bu taraf arzon variantda, vishilkalari ham ilib ko'rishibdi. Osha-moshalar vakuumli. O'rtasini tyurmo qilib tayyorlab berdik. Endi tokchamiz kichikroqligi uchun sal yengilroq chiqdi. Galadonlari bor. Servant polkalari qalin oynalar qo'yilgan. Shu osha-moshalari vakuumli. Ikkita xonamiz 12 million so'mga tayyor bo'ldi.